Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? SAT Maths section review davom etadi. Xo'p, orqamda turgan misolga obunachimizdan kelgan, ko'rib bering degan, mana hozir ko'ryapmiz. Sizlarda ham shunaqa misollar bo'lsa, o'zimni Telegram kanalimga tashlanglar yoki YouTube'da yozib qoldiringlar kommentga, birga ko'ramiz. Ketdik. Meni oldin ishlab ko'ring, ishlolmasangiz birga ishlaymiz. Nima deyapti? In the xy plane, a parabola has vertex 9-14 and intersects the x-axis at 2 points. Shu yerda eng mag'zli joylari bor. Bizda vertex, ya'ni x0 y0imiz bor ekan, 9-14 va mana bu parabola x o'qini 2 marta kesar ekan, ya'ni ikkita yechimi bor ekan. Yaxshi, eslab qolinglar. If the equation of the parabola is written in the form mana shu, ya'ni parabolaning tenglamasi equation is written degani yozilsa, mana shu form uslubda, mana shu ko'rinishda yozilsa nima bo'ladi deyapti? Where a, b and c are constants, abs konstantlar, which of the following could be the value of umumiy qo'shganimiz. Shunaqa yozsak, a plus b plus c ni qaysi bir qiymati bo'lishi mumkin deyapti. Mana shu qiymat demayapti, bo'lishi mumkin deyapti. Yaxshi. Parabola nima edi? Xo'p, parabola mana shu ko'rinishdagi funksiya yoki mana shu ko'rinishdagi funksiya bo'ladi. Nima qilamiz? Qaranglar. Vertex formula orqali tenglamani topamiz. Vertex formulani bilmaydiganlar e'tibor qilinglar. Bizda parabola uchun vertex formula bor. Y barobar a x minus x0 ning kvadrati plus y0. Shu orqali parabola tenglamasini topsak bo'ladi. Vertex berilgan bo'lsa, berilgan topamiz. A berilmagan, zato x0, y0 berilgan. X minus 9 ning kvadrati minus 14. Ochib chiqadigan bo'lsak, ax kvadrat minus 18ax plus 81 a minus 14. Mana tenglamani topib oldik. Endi kelinglar, a, b, c ni men hammasini a orqali ifodalayman. A ni o'rnida a kelyapti. A teng a. B ni o'rnida minus 18 a kelyapti. Demak, b teng ekan minus 18a ga. Va c ni o'rnida ko'rib turganingizdek 81a minus 14. Qo'shganimizni so'rayapti. Demak, kelinglar qo'shamiz. A minus 18 plus 81a minus 14. Bizda qoladi 64a minus 14. Endi mana qiymat chiqmadi, qarasanglar 23.19 ham yo'q, bizda 64 minus 14 turibdi. Nima qilamiz? Endi tenglab olamiz. Tenglab olamiz javoblarga. Qaysi birida musbat chiqsa, shuni olamiz. Nimaga musbat chiqqanini olamiz? Chunki qaranglar, verteximiz 9 minus 14 da turibdi. Bu nima degani? X ga 9 qo'ysangiz, y ga minus 14 chiqar ekan. Mana shu nuqta bor, 3. Endi bu x o'qini 2 marta kesish uchun yuqoriga shoxlari qaragan bo'lish kerak. Shoxlar yuqoriga qaragan bo'lsa, a'miz musbat bo'ladi. Demak, mana a musbat chiqish kerak. Ketdik. 64a minus 14 ni birinchi minus 12 ga tenglayman. A'miz teng bo'ladi 1 taqsim 32. A musbat chiqdi. Demak, to'g'ri javob D ekan. Ishonmasanglar, minus 14 minus 19 da tenglab ko'ringlar, musbat chiqmaydi. Bu degani xato javob, ya'ni shoxlar pastga qarab qoladi. Shunaqa qilib javob topsak bo'ladi.